qo'pol qilib aytganda уже Xitoynikini ham yesa bo'lishiga bularda aqli yetdi. Shirinligiga aqli yetdi. Oldinlari bo'layotdi, shunaqa gap, hali Xitoynikida dori bo'ladi, u bo'ladi, shirin bo'lmaydi degan gap bor edi oldin, to'g'rimi? Bir 5 yil. Hozir уже Xitoyniki ham mazza bor. Mana Qulpinoyni ko'rdik, Turetskiydan ham shirin, boshqa. Haligini ko'rgandan keyin mana qilib korobkalab olib ketishiga sabab nima bo'lyapti? Mana u ko'proq chiroy bo'lyapti, mana красота bo'lyapti. Ну, когда вопрос касается здоровья детей или своих, это, как говорите, качество нужно, да, товар? Качественный, чтобы было, да? Конечно. Качество, витаминно. Вы такую клубнику давно уже покупаете, да? Они вкусные, да, уже? Она сладкая, вкусная. А самые вкусные какие бывают? Ну, я брала египетскую. Я просто занимаюсь клубникой в шоколаде, поэтому я ее очень много брала. Поэтому Понятно. ее, в принципе, египетская вкусная, турецкая вкусная. Сама по себе и вот, не знаю, вот это у вас кто? Это турецкая. Турецкая, вот, значит. А среднеазиатские какие, допустим, узбекские, киргизские? Вот с Киргизии я брала, да. Узбекскую нет, не брала. Kirgizskiy brali, да? Вкусные они. Да. Qanchaga berdingiz shuni? 2000 ga olib ketdi. Undan tashqari yana bu qaysidir bundan ham 1 kilo olib ketyapti. Hozir shuni gapini eshitdik mana. U aytayaptiki, конечно deyapti, sena qancha arzon bo'lsa yaxshi deyapti. Nu, когда oldin kameradan oldin ham gaplashdik-da, hozir ko'rdingiz. Lekin deyapti, anaqa sifatligi baribir sog'liq uchun yaxshi deyapti-da. Mana shu biz ko'p aytyapmiz, местный xalqda, mahalliy xalqlar toza tovarga baribir tashlaydi-da, ko'pchiligi, чтобы toza bo'lsin, ekologически чистый bo'lsin, bunda качество, bunda chiroyli. Chiroyga qaraydimi? Mana shuni ko'rib turib azob chiqib ketdi-da. Hozir o'ta ekologическийga qarashmaydi. O'sha chiroyga Samigilarni chiroyli bo'lsa, fokus bo'lsa bo'ldi. Biror marta masalan bizga kirib bu ekologический чистый qayerdagi bu demay qo'ydi уже. Endi bu уже Xitoy tovar ko'payib ketgani uchun Intis qolmadi уже. O'zbekiston, Qirg'iziston degani уже tushunadi-da, bezga beznichvoy. Уже bularning mineniyasi уже bo'ldi. Oldindan bo'lib kelgan.